Ichkiyo filmi aktyorlari hozir qayerda va nima bilan band? Bosh qahramon Elyor rolini ijro etgan Adiz Rajabov kino va teatr sohasidagi faoliyatini jadal davom ettirmoqda. U O'zbekistondagi eng talabgir aktyorlardan biri bo'lib, ko'plab yangi filmlar va seriallarda suratga tushmoqda. Bosh qahramon go'zal rolini ijro etgan Diana Yagafarova uzoq yillik tanaffusdan so'ng yana san'atga qaytdi. Hozirda oilali, farzandlar tarbiyasi bilan birga aktrisalik faoliyatini tiklab, yangi kino va serial loyihalarida qatnashmoqda. Go'zalning jonkuyar dadasi rolini ijro etgan Murat Rajabov O'zbekiston xalq artisti, sevimli aktyorimiz afsuski 2023-yilning may oyida og'ir xastalik sababli vafot etdi. U o'zbek kinosida o'chmas iz qoldirdi. Go'zalning samimiy onasi rolini ijro etgan Ra'no Yarasheva hozirda ham mashhur serial va filmlarda faol rol o'ynab, ijtimoiy tarmoqlarda o'zining she'riyatga bag'ishlangan samimiy videolari va ijodi bilan tomoshabinlar ko'nglidan joy olib kelmoqda. Elyorning mehnatkash dadasi rolini ijro etgan Tohir Saidov o'zbek kinosi va teatrining mahoratli komik aktyori sifatida bugungi kunda ham ko'plab mashhur filmlar, seriallar va shoularda faol ijod qilib kelmoqda. Elyorning mehribon onasi rolini ijro etgan Zuhra Ashurova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Hozirda O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyatini davom ettirmoqda hamda turli teleloyihalar va seriallarda jiddiy va quvnoq rollarni mahorat bilan ijro etmoqda. Ushbu xabarni Ichkiyo filmini sevib tomosha qiladigan yaqinlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, siz ushbu filmdagi eng qiziq yoki esda qolarli sahnani eslay olasizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi qiziqarli shou biznes yangiliklarini Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.